بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الله سبحانه وتعالى حمد سنوار پیغمبرimiz محمد صلى الله عليه وسلم صلوات والسلام لرمز برسن محترم جماعت الله سبحانه وتعالى فضل و مرحمت bilan e'tiboringizga ko'plab balolarni sababi bo'lgan g'ulu haqida bir mavzuni havola qilamiz. G'uluni Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda mazammat qilgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam undan qattiq qaytarganlar. Va sahobalar aytishadi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kabi g'uluga qattiq turadigan bironta kishi yo'q edi deb aytishadi. G'ulu odam bolasini qadimdan beri dinda g'ulu ketishlik, odam bolasida qadimdan beri bor bo'lgan sifatdir. Garchi navi, turi goh-gohida ba'zi o'rinlarda zamon va makonga qarab bir-biridan farq qilsa ham. Demak, Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu aytganlaridek, Nuh alayhissalomning qavmida birinchi g'ulu boshlangan edi. ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. Ular aytishgan edi. Ana o'sha qavmidagi solih odamlarni unutilib ketishidan qo'rqishganligi uchun Vad, Suva, Yag'us va Ya'uq va Nasr degan odamlarni tashlab qo'ymanglar, eslab turinglar deb mana shu tariqa bularni qavmida g'ulu boshlangan. Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu aytadilar: Asma'u rijalin solihin min qawmi Nuh. Nuh alayhissalomning qavmidan bo'lgan solih odamlarni, kishilarni ismlari edi. Falamma halaku awha ash-shaytonu ila qawmihim. Ular halok bo'lishgan paytda shayton ularning qavmlariga vahiy qildi. Aninsibu fi majalisikum fi majalisihim allati kanu yajlisuna ansaba. O'tirayotgan majlislarida, joylarida ularni bu sanamlarini, haykallarini tiklab qo'yishlarini ularga vahiy qildi. Va sammawhum bi asma'ihim. Va ularni o'zlarini eski ota bobolarining o'sha yaxshi bo'lib o'tib ketgan solih kishilarni ismlari bilan nomlashdi. Fafa'alu falam tu'bad. Lekin u asrda sig'inilmadi. Hatta iza halaka ulaik, ana ular halok bo'lishgandan keyin va tunsahul ilmu ubidat. Ilm ko'tarilgandan keyin ularga sig'inilib ketildi. Imom Buxoriy rivoyatlar. Ulamolar aytishadiki, o'zi aslida g'uluni sababi ham bu ilmsizlik deb aytishadi. Jaholat deyshadi. Qachonki ilm ko'tarilsa, insoniyatda g'ulu paydo bo'ladi. Hatto o'sha xavorijlarning g'ulusi ham ilmsizlik natijasida kelib chiqqan. Ali roziyallohu anhu Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhumoni oldiga yuborar ekanlar, ular bilan Qur'on borasida gaplashmang. Ya'ni Qur'onda ertaga kech tilovat qilishadi. Ertaga kech Qur'onni o'qishadi. Lekin ular ilm olishmas edi. Ya'ni shar'iy ilmni, hadis o'rganishmas edi. O'sha Qur'onni ham haqiqiy o'rgatayotgan egalaridan borib olishmas edi. Sahobalardan yoki kichik sahobalardan olishmas edi. Va misoli o'zlarini bizlarga Qur'on kifoya qiladi deb aytishar edi. Mana shu g'ulu. Bizni ko'pchiligimiz g'ulu deganda ana o'sha haddidan oshirib yuborishni tushunamiz. Masalan, takfir masalasini tushunamiz. Hammani kofirga chiqarib yuboradi deyishning to'g'ri bu ham g'uluning bir ko'rinishi. O'zi g'ulu shariatda ikki xil ma'noda keladi. G'ulu ikkovini ham o'z ichiga oladi. Al-ifrot va tafrit. Ko'pchiligimiz ifrotni olamiz. Ifrot mana shu haddidan oshirib yuborishlik. Tafrit esa sustkashlik qilib yuborishlik. Ya'ni amallarni qilmay qo'yishlik, sunnat amallarni bilib turib bajarmay qo'yishlik, bu tafrit bo'lsa, bu ham g'ulu bo'ladi. G'ulu ya'ni haddidan oshirib yuborishlik. O'rtada turmaslik. Ba'zi ahli ilmlarimiz mutoyiba qilib aytishar edi, insonni, bandani shayton o'rta yo'lda turg'izmaydi deb. Yo nari tarafga chertib chiqarib yuboradi, yo bu yoqqa o'tkazib yuboradi beradi. Ha, xuddi shuningdek, g'ulu deganda bizni ko'pchiligimiz faqat haddidan oshirib yuborishni tushunamiz. Aslida g'ulu yo haddan oshirish yoki bo'lmasam sustkashlik qilib yuborishlik
buni ikkoviga ham ilmsizlik sabab bo'ladi. Tarixda chiqqan hamma toifalar, adashgan toifalar va asosiy kattalarni oladigan bo'lsak, masalan, Jahmiylar, Qadariylar, Rofiziy, Shiyalar, bularni Xavorijlar, eng birinchi chiqqan toifa Xavorijmidi, bularni hammasini kelib chiqishlik natijasi hadis ilmini, sunnat ilmini bilmaslik, ya'ni o'sha shar'iy ilmni ilmsizlik sabab bo'lgan ularga. O'zi mana shu toifalarning hammasi o'sha paytda yangi shakllanayotgan paytlarida bular hadis ilmiga pisand qilmasdan qarashar edi. Shuni natijasida ularda g'ulu paydo bo'ladi. Qandaydir hadis ilmi ularga cho'pchak bo'lib ko'rinar edi. Bu odamdan gapirib berdi. Bu odam aytib bergan ekan. U odamga sahoba aytib bergan ekan, sahobaga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytib bergan ekan. Shu ham ilmmi deb to'g'atishmas edi. Haqiqiy ilm bu mantiq deyshar edi. Haqiqiy ilm bu gapdagidan gapni qidirish deyshar edi. Falsafani o'sha Yunon falsafasi yoki ham har bir o'sha toifada o'zlariga xos mafkura gaplar mana shu haqiqiy ilm deb bilishar edi. Ko'zga chiroyli, quloqqa yaxshi eshitilgan so'zlarni shu ilm deb bilishar edi. Ammo hadis ilmini to'g'atishmas edi. Shuni natijasida ular alohida bir toifalarga, adashgan bir firqalarga aylanib chiqishdi. Demak, fag'olat toifatun min qawmi Nuh fi haula'is solihin. Hatta abaduhum. Nuh alayhissalomning qavmidan bo'lgan bir toifa ana bu solih kishilarni borasida g'uluga ketishdi va to ularni borib hammasi sig'inib yuborishdi. Alloh subhanahu va taolo shunday marhamat qiladi. Ya ahlal kitob, la taghlu fi dinikum. Ey ahli kitoblar, diningizda g'ulu ketmangiz. Va la taqulu ala Allohi illa al-haq. Allohga ham faqat haqni gapiringiz Allohning borasida. Innamal masihu Isa ibn Maryam rasululloh. Iso Masih ibn Maryam Allohning payg'ambari, Allohning elchisi. Va kalimatuhu alqaha ila Maryam. Maryamga tashlagan so'zi, ya'ni kun degan so'zdan bo'lgan. Ya'ni Maryam onamizning bachadoniga bo'l degan so'zdan paydo bo'lgan. Va ruhun minhu, o'zi tanlab olgan bir o'zi tarafidan bo'lgan, xoslangan bir ruh. Fa aminu billahi va rusulihi. Allohga va payg'ambarlariga iymon keltiringiz. Va la taqulu thalatha. 3 ta demangiz. Kunlarning birida deydi bir ustozimiz Madinada universitetda tafsir fanidan kelgan ustozimiz aytadi. Kunlarning birida deydi, mana shu partada deydi, oldi partani ko'rsatyapti. O'zini nasroniy xristian ekanligini yashirib, lekin shu joyga dokumentarni qabul bo'lib kelib, musulmon qilib ko'rsatib, lekin xristian bo'lib yashab yurgan 5 yil mobaynida shu yerda o'qigan bola shu partada o'tirib iymonga kelib, o'zini aytgan, men shu kungacha xristian edim, hozir iymonga keldim deb aytgan deganlar. Mana shu oyatni o'qib turib. Ya'ni ey ahli kitoblar, diningizga g'ulu ketmangiz va oxirgi oyatlari va Allohni 3 ta demangiz degan joyga kelganda, shu oyat tilovat qilinganda hali bola seskanib ketgan ekanda va oxiri ichidagini aytib o'rgan ekan. O'zi eshitib turardik o'zi. Xitoydan ba'zi bir buddist bolalar borar ekanda, musulmon bu ko'rinishda borib olib, lekin o'sha yotoqxonasidan chiqib qolgan ekan, kichkina butlari chiqib qolgan ekan. Asli buddist bo'ladi, lekin o'rganish uchun borganlar ko'p bo'ladi. Yoki yahudiy bo'lib turib boradi, yo xristian bo'lib turib boradi. Lekin Alloh taoloning dini g'olib kelib, ko'pchiligi ana o'sha 4-5 yil muddatning ichida oxiri iymonga kelib qaytganlari ko'p bo'ladi. Fala zalal ghulu fin nasara. G'ulu nasroniylarda ham davom etdi. Hatta takhazul masiha va ummuhu ilahayn min dunillah. Masihni va uni onasini Allohni qo'yib ikkita iloh qilib ushlashdi. Alloh taolo ularga Qur'oni Karimda ularni aqlini charxlaydigan so'z bilan xitob qilib, kana ya'kulani ta'am dedi. Ular ikkovlari taom yeyishar dedi. Ya'ni taom yegan banda hojatga ehtiyoj tushadi. Ya'ni shunaqa jirkanch ishlarni qiladigan bandalar edi deb turib Alloh taolo ularga ularning mafkurasini isloh qilar edi. Ko'pchilik odamlarda demaylik, ko'pchilik toifalarda va xususan shu kalom ilmini ko'p oldiga suradigan toifalarda bir tushuncha bor, xato tushuncha bor. Qur'on va sunnatga iymon keltirmaydigan odamga Qur'on va sunnatdan gapirasanmi hech qachon degan, shuni e'tibor bersanglar Facebooklarda ham, bu majlislarda ham shu so'zni ko'p eshitib qolasizlar. Bu so'z xato so'z. Sheyx Munajjid hafizahulloh aytadilar, sahobalar yahudiylar bilan bahslashsalar, yoki o'sha paytdagi o'zlarini davridagi buddist mushriklar bilan yoyinki bo'lmasam
nasroniylar bilan bahslashib qolsalar, to'g'ridan to'g'ri oyatlarni gapirishaverardi deydi. To'g'ridan to'g'ri Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislarini aytishaverardi deydi. Chunki ahli sunna val jamoa biz e'tiqod qilamizki, o'sha hidoyat, to'g'ri so'z, kerak bo'lsa mot qiladigan mafkura, mantiqiy so'zlar hammasi Qur'on va sunnatda mujassam deb bilamiz. Masalan, Adi ibn Mut'im radhiyallohu anhu aytadi, shom namozida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam va Tur surasidan mana bu oyatni tilovat qilyotdi. U paytda mushrik edim deydi. Yuragim chiqib ketib qolay dedi deydi joyidan. Fazalika awwalu ma waqara al-iymanu fi qalbi dedilar. Birinchi bo'lib qalbimga iymonni joylashgani o'sha payt bo'lgan dedilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam va Tur surasidan mana bu oyatlarni tilovat qilayotgan bo'ladi. Am khuliqu min g'ayri shay'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Ular hech narsasiz o'zlaridan o'zlari yaratilib qoldilarmi? Yani bekordan bekor shunday paydo bo'lib qolishdimi? Shuni o'ylashadimi? Am khalaqus samawati wal ard yoki osmonlar va yerni ular yaratdilarmi? Bal la yuqinun. Yo'q, bari ishonishmaydi degan oyat. Oyat oddiy eshitilishi mumkin. Lekin haligi sahoba o'sha joyda Alloh taolo hidoyatdan nasib qilgan ekan, mushrik bo'lsa ham, lekin jamiyatda o'rni bor odam, aqli raso bo'lgan odam. Haligi oyat shu qadar ta'sir qildi deydi, yuragim joyidan qalbim chiqib ketay dedi deydi. Uchib ketay dedi deydi. Va ana o'sha payt ilk meni qalbimga iymon o'rnashgan payti edi deydi. O'sha yuqoridagi toifalarga ham qarasak, Qur'on va sunnatga iymon keltirmaydigan odamga to'g'ridan to'g'ri aytmaysiz-ku deyish mana shuni o'zi ham g'ulu. Shuni o'zi ham Qur'on va sunnatda tura olmayapti-da, Qur'on va sunnatdan chiqib ketib qolyapti. Ha, demak biz g'ulu deganda faqatgina haddan oshishni emas va u o'rtadan me'yorga yetib bormaslikni ham, tafritni, sustkashlik qilishni ham g'ulu deb bilishimiz kerak bo'lar ekan. Mana Iso ibn Maryam haqida ulamolar aytadilarki, islom olami o'rtadamiz. Xuddi jamiki toifalarning o'rtasida ahli sunna val jamoa. Ahli sunna degani ya'ni hadisni, sunnatni mahkam ushlaganlar, val jamoa degani sahobalarning jamoasiga ergashganlar degan ma'noda. Ya'ni mana shu jamoat jamiki firqalarning o'rtasida, o'rta bo'lgani, o'rtadir. Xuddi dinimiz deyshadi. Yahud va nasorolarning o'rtasida, qolgan dinlarning o'rtasida o'rta bo'lgan ekan. Nasroniylar Iso ibn Maryamni Allohning o'g'li deyshadi. Yahudiylar esa zinodan tug'ilgan valadi zino deyshadi. Islom olami kelib turib Abdullohi va rasuluhu. Abdullohi deb turib nasroniylarga raddiya berildi. Rasuluhu deb turib yahudlarga raddiya berildi. Sizlar aytayotganday emas, pok, balki bu Allohning tanlab olgan ulug' rasuli, elchisi deb aytilinadi deyshadi. Demak, ikkala toifa ham ikki tarafga qarab g'ulub ketishdi. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Sahobalarning davrida ham g'ulub boshlanayotgan edi. Biroq payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam buni muolaja qilib turardilar. Payg'ambarimiz davridan keyin ham Umar radhiyallohu anhu davrida haj paytida 3 ta odam Yamandan kelishadi. Ularning uchovlari ham o'zlari bilan oziq-ovqat olishmaydi, yo pul olishmagan bo'ladi. Shunda ular haj paytida qorinlari och qolib, birovdan biror narsa so'ramasdan, o'zlari bilan ham olib kelmasdan nima qilishadi? Qushlardan ketib qolishadi. Ba'zi o'zimiz ichimizda ham toifalar bo'lib qoladi. Ba'zi bir rivoyatlarni ko'p gapiradiganlar. Eshitib qolardida, goh o'rinlarda. Shunday tapichkasini aeroportda nima? Pasportini o'rniga tapichkasini qo'ysa, pasport bo'lib ko'ringan ekan, bitta pechatni o'tkazib yuborgan ekan, umra qilib ketdi, haj qilib ketdi degan rivoyatlar gapirishadi. Subhanalloh, ishonishadi. O'zlarini ishontirishadi shunaqa rivoyatlarga. Umar roziyallohu anhu davrida o'shaqa 3 ta kishi kelibdi. Ular dindan chala tushunmagan, xato tushunmagan. Va yana o'zlarini nima deb nomlab olishgan? Nahnul mutawakkiluna alalloh deb nomlashgan. Biz Allohga tavakkul qilguvchilarmiz deb nomlashgan. Shunda qushlardan ketib qolgan. Umar roziyallohu anhu xalifa, amirul mu'minin, hajda o'zlari ham birga ular bilan o'shdan ketgan odamni olib kelishdi, uchovini. O'zlariga keltirib, "Qayerdansizlar?" dedi. "Yamandan." "O'zinglar bilan biron oziq-ovqat olib kelmadinglarmi?" "Yo'q." "Pul ham olib kelmadinglar?" "Yo'q." "Nimaga?" desa, "Nahnul mutawakkiluna alalloh." Biz Allohga tavakkul qilguvchi odamlarmiz. Umar roziyallohu anhu agarda shu Makka ahlidan bo'lganinglarda, men qo'limdagi xivich bilan urib ta'sirlaringni berib qo'ygan bo'lardim. Senlar mutawakkiluna alalloh emas, Allohga tavakkul qilguvchilar emas,
balki antumul mutawakkiluna alalloh deydi. Tavakkul kofta tashdid bilan bo'lsa, haqiqiy sabablarda ushlab tavakkul qilguvchi, tuyani baylab keyin tavakkul qiladilar degani. Fa iza azamta fatawakkal alalloh. Alloh taolo aytadi. Qachonki azm qaror paydo bo'lsa, mana endi Allohga tavakkul qiling. Azm qaror qachon paydo bo'ladi? Sabablar ushlansa. Sizlar mutavakkilsizlar. Vovdan keyin alif bor. Kofdan bilan vov o'rtasida alif bor. Bu teskari ma'no. Ya'ni yengil tashlab yuboruvchilar degan. E'tiborsiz, yengil tabiat insonlar degan. Sizlar tavakkul qiluvchilar emas, sizlar yengil tabiat insonsizlar deydi. Agarda Makka ahlidan bo'lganlaringizda qo'limdagi xivich bilan urib ta'ziringizni bergan bo'lardim, deydilar. Payg'ambarimizning davrida Anas ibn Malik radhiyallohu anhu aytadilar: "Ja'a thalathatu rahtin ila nabiy sallallohu alayhi vasallam." Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning huzuriga, uylariga 3 ta odam keldi. Bularning qayerdan kelganligi noma'lum. Thalathatu rahtin dedi. Bu 3 kishi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hujralarida namoz o'qiyotgandilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ayollaridan payg'ambarimizni qanday ibodat qilganlarini so'rashdi. Falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha. Ularga xabar berilgan paytda ossanashdi. Faqalu va ayna nahnu minan nabiy sollallohu alayhi vasallam. Biz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bo'lsalar, biz kim bo'pmiz deydi. Ya'ni g'uluvni boshlanishi mana shu. Hamisha yuqorida aytdik-ku, sunnat ilmini bilmaslik, hadisni bilmaslik insonni g'uluvga olib boradi. Ya'ni Rasulullohdan ko'ra ko'proq amal qilishim kerak degan narsani o'zi g'uluv. Yo'q. Rasululloh qilgandaqa qilsak, mana shu to'g'ri bo'ladi. Yoki Rasululloh qilgandaqangi qilishga harakat qilsak, mana shu to'g'ri yo'l bo'ladi. Rasulullohdan o'taman deyishlik bu g'uluv. Yoki sen Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qilganda bilib turib ham qilmay, e'tiborsiz tashlab yuraverishlik ham g'uluv bo'ladi. Ya'ni sunnat amal haqida, masalan, sunnat namozlar bor-ku. Bizda ham ba'zi insonlar sunnat amalni, ya'ni sunnat namozni o'qimagan odamga ortiqcha qattiq zajr qiladigan insonlarimiz bor. Qattiq jerga boradiganlar bor. Hatto adashgan toifaga chiqarib yuborishadi. Shu ham g'uluv. Yo'q. Sunnat namoz inson o'qisa o'ziga foyda. Kim o'qisa qoldirmay, jannatda unga qasr quriladi. Jannatda unga bitta uy beriladi. Ummu Habiba onamiz aytadi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan eshitganimdan beri shu sunnat namozlarini umrimdan qoldirmadim dedi. Bir inson o'qimayotgan bo'lsa, o'ziga zarar beryapti. Lekin uni biz bu farz emas, lekin vojib emas. O'z nomi bilan sunnat. Uni yengil nasihat qilinadi. Birodar, o'qi, qasr xohlamaysan. Faqatgina bunday tushunish kerak-da. Sunnat namozini o'qimagan odam gunohkor bo'lmaydi. O'zi mahrum bo'ladi o'sha qasrdan, uydan. Lekin deydilar Sheyx Munajjid hafizahulloh, qachonki sunnat namozini tinimsiz qarshi qilayotgan odam bo'lsa, yulam beriladi, malomat qilinadi. U yaxshi emas, birodar. Sunnatga e'tiborsiz odam ekansiz deb turib, Rasulullohning sunnatiga e'tiborsiz odam ekansiz deyiladi xolos. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan so'rashadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ayollaridan so'rashadi. Payg'ambarimizning ibodati haqida. Shunda Uzo sollallohu alayhi vasallamning qancha namoz o'qishlari, qancha roza tutishlari, qanday ibodat qilishlarini xabarini olishganda ossanashadi. Ye deyshadi, ozu deyshadi. Qad g'ufira lahu ma taqaddama min zambihi va ma ta'akhkhar. Avvalgi va keyingi gunohlari kechirilgan bo'lsa, yo'q deyshdida. Mana g'uluv boshlandi. Ulardan biri aytib qo'ydi. Aytishni boshladi. Amma ana dedi, fa inni usolli layla abada. Bugundan boshlab endi tinimsiz kechasi bilan uxlamasdan namoz o'qib chiqaman dedi. Va qala akhar boshqasi aytdiki, ana asumud dahraf va la uftir. Umrbod roza tutaman, bir kun ham og'zim ochiq yurmaydi endi meni dedi. Uchinchisi aytdiki, uchinchisi bulardan ham o'tib tushdi. Ya'ni g'arizaga ham butkul teskari keladigan ishni aytib yubordi. Ana a'tazilun nisa fala atazawwaju abada. Keyin masalan xristian olami poplari ayoldan butunlay chetlanishdi, gapirishadi. Pop bo'lish uchun uylanmaslik kerak deyshadi. Lekin nima bo'lishdi? Ustozlarimiz aytishadi, ulamolarimiz ko'p gohida fosh bo'lib qoladi. Ana o'sha cherkovlardagi ishlar fosh bo'lib qoladi. Bachchavozlik kabi bir jinslilik poplar o'rtasida. Yoki bo'lmasam poplar
rohibalar bilan zino qilib qo'yishliklari. Qarang, inson g'arizasiga teskari borgan. Alloh taolo ularga bu narsani halol qilmagan edi, yoki buyurmagan edi. Ha? Aytadiki Alloh taolo ular haqida va rohbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alayhim. Biz ularga buyurmagan rohboniylikni, rohiblikni o'zlari vojib qilib olishdi. Fama ra'awha haqqa ri'ayatiha. Borib o'zlari unga to'liq rioya ham qilisha olmadi. Talabalik paytimizda, ya'ni yoshligimizda, shu masjidda o'qib yurgan paytlarimizda, Nadirda Badr masjidida Madinaga ketishimizdan 2-3 oy oldin. Biroq shu tayyorgarlik ko'rilayotgan paytlari. O'shanda bir akamiz kirib qolardi oldimizga. Shu tasavvuf ilmiga ko'p shuni qilib borgan. Tasavvuf ilmi deganda, ya'ni din deganda tasavvuf tushunadi. Biz bilan suhbatlashib turar edi. Shunda Alisher Navoiy haqida gap ketuvdi. Deyapti. Gapirmaylik. Avliyolar haqida tilni tiyish kerak. Avliyo deyapti. Shunday bo'lsa da aytdiki, aka dedik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uylangan bo'lib tursa, Navoiy gapirasiz bizga. Rasululloh turganda bizga Navoiy gapirmang. Ba'zilar Ibn Taymiyo rahmatullohi alayhi gapiradi, uylanmay o'tib ketgan deb. Yo'q. Hech biriga qaralmaydi. Ba'zilar Imom Buxoriyga gapiradi, Imom Navaviyga gapiradi. Ularni nima uchun uylanmaganliklari o'zlari bilan Allohning o'rtasida. Ha, masalan, ba'zi olimlar Navaviyga o'xshagan olimlarni aytishadi, kichkinagina kutubxonachasi bo'lgan ekan. Hatto o'ziga deydilar, yotadigan bir yotgani, sig'adigan joyi bo'lmagan deydi. Naq hamma yo'q kitob. O'sha joyda, o'tirgan joyda uxlar ekanlar, o'tirgan joyda uyg'onib ishlarini qilar, tahorat qilib kelar, yonboshlab uxlamagan ekan Imom Navoiy rahmatullohi alayhi. Ya'ni u degani butun vujudi bilan ilmda lazzat his qilgan zotlarda ular vaqti bo'lmagan. Kimdir shuna bo'layotgan bo'lsa, o nur ustiga nur, mashaalloh deyiladi. Lekin bu degani namuna degani emas. Namuna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. U kishi aytdiki, amma ana dedi, fa'atazirun nisa fala atazawwaju abada dedi. Ayollardan butkul chetlanaman, hargiz uylanmayman dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam namozlarni o'qib bo'ldilar, darhol chiqdilar. Antumul ladina qultum kaza va kaza. Falon so'zlarni gapirganlar sizlarmi dedi. Hech qo'ysalar, bular bitta toifaga asos solishadi borib. Har biri alohida toifaga asos soladi. Uchinchisi tabattulga asos soladi. Uylanmasdan o'tishdi. Bir ummat qirilib ketishiga sabab bo'ladi. Ko'payish bo'lmaydi. Hamma bularga ergashganlar uylanmay o'tib ketaversa, din deganda uylanmaslikni tushunsa, avliyolik deganda uylanmaslikni tushunsa, yana birlari odamlarni kechasi uxlatmasdan hammani kasal qiladi hammani. Yana birlari tilimizni ro'zaga chaqirib, u ham odamlarni kasal qiladi, odamlarga mashaqqatni tug'diradi. Borib uchovi ham uchta katta toifaga asos soladi. Agarda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldidan olmasalar. Chiqdida falon gapni gapirganlar sizlarmi dedi. Ha deyishuvdi. Va o'zlari shar'iy mezonni aytdilar. Inni dedilar, albatta men. Ha, shar'iy mezon Rasululloh bilan boshlanadi. Xuzu manasikakum anni dedi. Din ibodatlaringizni mendan olingiz dedilar. Sollu kama ra'aytumuni usolli. Men qanday namoz o'qiyotgan bo'lsam, xuddi shunday namoz o'qinglar dedilar. O'zlaridan ustun bo'lishga chaqirmaganlar va hech kim u zotdan ustun bo'la olmaydi. Aytdilar, inni la akhshakum lillahi va atqakum lah dedilar. Men sizlarni ichingizda Allohdan eng qattiq qo'rqadiganingiz ham menman. Eng qattiq taqvo qiladiganingiz ham menman dedilar. Lekin men asum va uftir. Goh roza tutsam, goh og'zim ochiq yuradi. Va usolli va arqud, gohida namoz o'qisam, gohida uxlayman. Va orqasidan aytdilarki, atazawwajun nisa dedilar. Bir marta emas, ayollarga uylanaman dedilar. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kim mening sunnatimdan yuz o'girsa, bosh tortsa, istamasa, menga o'xshashni xohlamasa, falaysa minni. U demak mendan emas dedilar. Ravahul Buxoriy va Muslim. Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyatlari. Uzot sallallohu alayhi vasallamdan keyin baribir Uzot sallallohu alayhi vasallam xabar berdilar. Ba'zi toifalarning chiqishligini. La mahala, bu chorasiz edi. Xavorijlarning chiqishiga ishora qildi. Zulhuvaysironi i'dil fa innaka lam ta'dil ey Muhammad, adolat qiling. Siz adolat qilmadingiz degan odamni Rasulullohning ashablarining ichida turib shu gapni gapirdi. Rasululloh bilan birga g'azotga chiqib turib shu gapni gapirdi.
demak ba'zi bir xarakterlar bo'ladi. Ba'zi bir injiq tabiatli insonlar bo'ladi. Bu o'zgarmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam u odamda o'zgarmasligiga ishora qildilar. Umar roziyallohu anhu buyuring, kallasini olay ya Rasululloh buni dedi. Chopparay bu odamni dedi. Sizga bu e'tiroz bildiryapti dedi. Payg'ambarimiz ham g'azablari keldi. Voy haq dedi. Holingga voy bo'lsin dedi. Faman ya'dil idza illam a'dil dedi. Men adolat qilmasam kim adolat qiladi dedi. Osmondan erta-yu kech Alloh menga ishonib vahiy yuborib tursa va ana aminu man fis sama. Osmondagi zotga ishongani bo'lsam men adolat qilmaymanmi dedi. Holingga voy bo'lar agarda men adolat qilmasam dedi. Va dedilarda qarab turib bu dedilar va bunga o'xshaganlar hali chiqadi dedi. Bunga ergashishadi dedi. Ali roziyallohu anhu ular bilan urushishligini xabarini berdi. Va Ali roziyallohu anhu haqiqatan ham xavorijlarni mag'lub etgan paytda Zulhuvaysira bo'lish kerak qaranglar dedi. Bir olomon o'lib yotgan odamlarning ichidan orasidan chiqib kelishdi. Uni ikkita tarafda go'shi bo'lar edi va go'shini uchi ham bo'lar edi. Xuddi ayollarning ko'kragiga o'xshagan deganida. Faqat qip-qizil. Ayollarning ko'kragiga o'xshagan uchi ham bo'ladigan, faqat ikki yonboshdagi go'shi bo'lar edi. Ali roziyallohu anhu Allohga hamd aytib ikki rakat namoz o'qidilar. Va Ali roziyallohu anhu xavorijlardan qutilmas yana bir toifa chiqib keldi. Bular Rafizalar, Shiyalar. Ulamolar aytishadiki, shu xavorijlarni qattiq turib olishligi ikkita toifani chiqishiga asosan sabab bo'ldi deyshadi. Murjiyalarni va Rafizalarni deydi. Murjiyalar xavorijlarni ko'rib qo'rqib ketdi-da, yo'q deydi. Alloh rahim qiladi, Alloh kechiradi. Mehribon zot, rahimli zot, Alloh kechiraman deyapti deb turib, naq kechirish, rahimli oyatlarni ushlayverib, amalda ortga surishib yoki bo'lsam umid oyatlarini ushlashib irjo degani umid degani. Bular murjiya degan toifa yuzaga keldi. Bularning e'tiqodlari modomiki insonda iymon bor ekan, har qanaqa gunoh qilsa ham zarar bermaydi degan e'tiqod bor edi. Iymoning bormi, zino qilaver, zarar bermaydi. Iymoning bormi, o'g'irlik qilaver, zarar bermaydi. Iymoning bormi, aroq ichaver, mo'minsan-u, mo'min do'zaxga tusharmidi? Yo'q, Alloh kechiraman deyapti. Alloh rahmatiga olaman deyapti. Shunaqa adashib ketishdi bular. Xavorijlarga o'chashib turib. Keyin Rafizalar chiqdi. Shiyalar Ali roziyallohu anhuni iloh deyishgacha borishuvdi. Chidolmasdan u toifani yoqib yubordi. Ya Ibn Abbos nega bunday qildingiz deganda, axir Allohga xos-ku deganda, chidolmadim dedi. Chidolmasdan shu ishni qildim dedi. Bir toifa ularni yoyayotganda ham nima deyishdi? Xudo bo'lgani uchun hayotida deyishdi. Xudo o't bilan jazolatdi deyishdi. Va shu tariqa birin-ketin toifalar chiqa boshladi. Buni negizgi sababi demak dinda g'ulu ketishdir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam iyyakum val g'uluva fi din dedilar. Dinda g'ulu ketishdan ehtiyot bo'lingiz. Halakal mutanatti'un 3 marta aytdilar. G'ulu ketganlar, oshirib yuborganlar halok bo'ldilar. Oshirib yuborganlar halok bo'ldilar. Oshirib yuborganlar halok bo'ldilar dedilar. G'ulu ketishni yengil ko'rinishlardan biri ba'zi torib ilmlarda bo'ladi. Xususan hujrada ta'lim olayotgan insonlarda vasvas kasali bo'lib qoladi. Tahorat qiladi, yuvadi. Yuvdimmi deydi, yana yuvoradi. Yo, yuvmadim deydi. Bir insonni bilardik, hammomga g'usl qilgan kelibdir, 1 oydan beri, 1 soatdan beri g'usl qilyapti. Taqallatirsa, men shu quyapman, suvni quyganimni bilmayapman deyapti. Yana bir akani kelib qarab turing, men tahorat qilib olay. Men yuvganimni bilmay qolyapman desa, hali aka qarab turgan ekan. Ha, yuvdingiz bo'ldi. Endi betingizni yuvdingiz, qo'lingizga o'ting. Ha, endi oyog'ingizni yuving. Bu qilib hammasini deb turib olib kelar edi. Bunday insonlarda deyshadi ulamolar biroz dam olish kerak, biroz safar ko'rish kerak. Hech qanday tashqariga chiqish kerak. Bitta joyda turavergandan shunday bo'lib qoladi. Bu ham g'uluvni bir ko'rinishlaridan biri. Yoki o'zan ba'zi insonlarda bo'ladi, o'sha tomchilar ketadigan narsa paydo bo'lib qoladi. Bu ham bir kasallik. O'sha paytda shayton keladi unga nasihatgo'y bo'lib. "Sening namozing qana bo'ladi endi" deb turib. Imom Buxoriydan kelgan uzatma aytgan gaplari o'sha paytda garchi shunday bo'lsa ham shaytonga qarshi chiqish uchun menda yo'lda turib ketaversin deydi. Bo'lmadi deganda sunnatga muvofiq ba'zi suvlarni sepib qo'yish kerak ichki avrat kiyimga. Mabodo shunday hayol kelsa, hariga men sepgan suv diyu deb turib o'tib ketaveradi. Shu tariqa o'zini o'zi yengadi bu narsadan. Bu vasvaslik ham yomon kasallik. Buni hammasiga ichki otifa, haddan tashqari hissiyot sabab bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo dinda g'ulu ketishdan barchamizga
panoh bergan bo'lsin. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatlariga zohiran va botinan amal qilib borishimizni barchamizga nasib ro'zi aylasin. Amin. Allohim Parvardigor ushbu suhbatimizni manfaatli qilgin. O'zingga hamd va sanolar, payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallamga salovat va salomlaring bo'lsin. Yer yuzidagi mazlumlarga najot bergin, zolimlarga kifoya qilgin. Va sallallohu ala nabiyyina Muhammad bi rahmatika ya arhamar rohimin.